Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Honor modellarini, yangi modellarini obzorini qilib beramiz. Hop, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 600 modellarimizdan ham bor, 600 Lite modellarimizdan ham bor. Hop, 600 modellarimizni afzalliklariga keladigan bo'lsak, sun'iy intellektlari bilan bor. Buni ko'rgan bo'lsanglar, internetlarda rosa moda bo'ldi. Sun'iy intellektlari, korpuslari polniy metallический bo'ladi. Buni 3 xil rangi bor, bunaqa va bunaqa ranglari ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. Antennasi 5 chi bo'ladi. Honor 600 modeli, kamerasi 200 megapiksel bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rinishlari asli zo'r. Yana boshqa afzalliklari ham bor. Xudo xolasa buni telefonda o'zini ham ochib, obzorini qilib beramiz. Ikkinchi telefonimizga keladigan bo'lsa, ikkinchi telefonimiz Honor 600 Lite modeli. Buni ham bunaqa ranglardan bor. Xo'p, kamerasi buniki 108 megapiksel bo'ladi. Chegaralarni ham ko'rsanglar, asli zo'r, ishlashlari zo'r. Kamerasi 108, aytdim uni, korpuslari metallический bo'ladi. Batareykasiga 6500 bo'ladi, 6500 amper bo'ladi. Korpuslari metallический, ana eshitdinglar. Batareykasi buniki ham 6 yilgacha batareyya qilmaydi, o'zidan yonqisi tushmaydi. Shunaqa funksiyalari ham bor. Honor modellarimiz kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar.